Eng yaqin oshnalar ikki xil bo'ladi, bilasizlar? Bittasi oq bo'ladi, bittasi oqmasroq bo'ladi. Bittasi уже 20 ga kirib kim bo'ladi, qayerga o'qiydi, qayerda ishlaydi, xalqi bo'lgan, ikkinchisi seryozni qarab kosmonavt bo'lmoqchiman deydi, 20 ga kirganda уже. Men bittasini qiziqishlari bilan tinch joylarda yaxshi ko'radi, iloji boricha shovqin bo'lmasa, ikkinchisiga tegib qo'ysangiz Afrikaga chiqib olib yo'lbars ovlayman qilib qoladi. Mana shu bitta mashinani oldida rasmga tushasa ham kalonkada qo'shadi, baland qilib qo'yib turib tushadigan bola bor-ku, haligi eshitiladi deb o'ylab. Bittasi iPhone ishlatadi, ikkinchisi iPhone X ishlatadi. Bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Men misol qanday qilib kechqurun 1 da telefon qilib turib yig'lamsirab, "Ha, nima yig'layapsan siz? Oshna, seni o'limingni tasavvur qilib olibman. Umring uzab, qanday tirik odamni o'ligini tasavvur qiladi? Miyasi normalni ishlaydigan odam. Ko'rganmisizlar mana videolarda haligi oshnalar o'tirib olib, katta bir mavzularni muhokama qilib o'tiradi-yu. Meni oshnam bergan eng zo'r savol bilasizlar, kechqurun 3 ta kelib olib, "Mana necha raqam mana? Topchi?"